Assalomu alaykum Darvozachi bolalar kanali kuzatuvchilari. Hop, 2025-yil aprel oyidagi darvoza narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tmoqchimiz. Birinchi darvozamiz afsona fason darvoza deyiladi. Bo'yi 3.30, eni 3.5 qilib, alohida kalitgali qilib tayyorlangan. Hop, darvozamiz yo'llari, tepasi, pasti ponni o'nli shivillerda bo'lgan. Listlar 1.8, 2 qavatli, orasi shumkali qilingan, ruchkalar qo'yilgan, kakpolojni. Pastiga high-tech shaklda taroq qilib, chiroyli qilib fason berib chiqilgan. Darvozamiz devokraska, matviy holatda qilib sapilgan laklari. Bu darvozamizni 1 metr kvadrati 1.3 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalari bilan o'rnatib beryapmiz. Hop. Keyingi ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan darvozamiz refronka darvoza deyiladi. Bu darvozamiz 3.5 qilib tayyorlangan. Ichlariga bunaqa shaxmat shaklda qilib bezak berib chiqilgan. O'ziga yarashadigan qilib soqqalarni qo'yib, sariq rangda ajratib qo'yilgan. Darvozamiz sal boshqacharoq bo'lishi uchun. Darvozamiz yondorlari 8 ga 6, mashina kirib chiqadigan joyi shivillerda qilingan, ezilib ketmasligi uchun. Bu darvozamiz ham polni devokraska, glansiy yaltiroq lak qilingan. Orasiga bunaqa palasa joylariga nerjavika yopishtirib, bezak berib chiqilgan. Bu darvozamizni 1 metr kvadratini 750 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beryapmiz. Hop, keyingi darvozamiz taroq fason darvoza deyiladi. Yondorlar 10 ga 10, 1.5 stenkada qilingan, pasti o'sha mashina kirib chiqadigan joyi kakpolojni o'nli shivillerda qilib tayyorlangan. Bu darvozamiz ham 1.8, 2 qavatli, shumkali holatda, parashnasi ishlatilmagan, kraskalari devokraska. Darvozamizga 3 yildan 5 yilgacha garantiyasini berib o'rnatib beryapmiz. Tepasiga tahiya qismiga ochilmaydigan joyiga skvozdoy qilib qo'yib berilgan, yorug'lik tushib turish uchun, sal havo aylanib turish uchun darvozaxonada. Bu darvozamizni 1 metr kvadratini 1.2 million so'mdan o'rnatib beramiz. Shu dastavka ustanovkalari bilan, shu xizmat qiladigan Zuber zamoklari bilan qo'yib beryapmiz. Keyingi darvozamiz shu oldingi videolarda ham qo'ygan high-tech fason darvozamiz. Bu 1 qavatli, 1.3 listdan bo'lgan, 6 ga 4lari ham 1.3 stenkada. Yondorlari 8 ga 6, tagi shiviller, nerjavikalari 0.9, o'sha yaxshi nerjavikadan lobovoyni germetikda yopishtirib chiqilgan. Xudo xolasa nerjavikalari tushib ketmaydi. Kraskalari achilib ketmaydi. Har doimgidek garantiyasini berib, 3 yildan 5 yilgacha chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Bu darvozamizni 1 metr kvadrati hozirgi kunda aprel oyida 700 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkasi bilan o'rnatib beryapmiz. Bundan tashqari kimga boshqacha fasondagi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqsalaring, bizda 200 ga yaqin kataloglar bor, har xil fasondagi darvozalar bor, sizlarga tashlab beramiz. Ichidan tanlasangiz, shtampovka bo'lsa 700 ming so'mdan, listli bo'lsa holatiga qarab 1.5, 1.8 listdan foydalanib 1 million so'mdan 2.200 ming so'mgacha listli darvozalarni dastavka ustanovkasi bilan qo'yib beramiz. Bundan tashqari kimga arzonroq darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, sharoit sal ko'tarmaydigan yoki hozircha uy emas uchastkalarga qo'ygani arzonroq darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, bunaqa darvozalarimiz ham bor. Bu darvozamiz metr kvadrati 500 ming so'mdan. Nimaga? Bu darvozaga yondoriga 8 ga 6 emas, 8 ga 4, 1.2 stenka qo'yilgan. Listlari 1.2 stenkada, tagi shiviller, ammo ichiga ishlatilgan qovurg'a profillari endi 6 ga 4 emas, 4 ga 4 dan ishlatilgan. Shu darvozamizni metr kvadratini shunaqa holatda qilib 500 ming so'mdan olib borib ustanovkasi bilan qo'yib beramiz. Bu darvozamizni kraskasi o'sha qimmat darvozalar bilan bir xilda, devokraska, glansiy lak sachib qo'yilgan. Prosta undan farqi arzonroq joyda profillari yupqaroq, kichkinaroq profillar ishlatilgan. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Telegram, WhatsApp orqali bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlari mumkin. 15 kundan 20 kun ichida darvozalarni uylaringga olib borib o'rnatib ustanovka qilib beramiz.